Mukammal ona emasligimdan xafa emasman. Eng asosiysi bolalarimning asab tizimi joyida onasi bor. Siz mukammal bo'lishni davom ettiravering. Bolalarimning kayfiyati joyida. Ularga 3 bo'lmali silikon idish olib bermasam ham psixologiyasi buzilmadi. Oddiy ishlarni murakkablashtirishni bas qilarmiz balki. Iltimos, rahmat. Ba'zan yelkamizga juda ham ko'p yuklab qo'yyapmiz. Uyimiz ba'zan yig'ishtirilmay qoladi, oshxonamiz ham iflos bo'ladi, nima qilay? Men ham bir insonman. Ya'ni bitta oddiy insonman. Oddiygina uyda o'tiradigan, kir yuvadigan va balkonida no'xat tozalaydigan oddiygina bir insonman. Men robot emasman. Oddiygina bir insonman. Sen ham hammasini osonlashtirishing mumkin. Yetarlicha yaxshi insonsan. Ortig'iga ehtiyojing yo'q. Bolalaring uchun eng yaxshi onasan. Ba'zan asabing buziladi, kayfiyating yomonlashadi. Buni qila olmadim, buni bunday qila olmadim deya joning siqiladi. Bilaman, lekin siqilma. Hech kim qila olmaydi, faqat qilgandek qilib ko'rsatishadi. Hoy qiz, menga ishon. Dadasidan ham yordam so'ra. Hamma narsaga sen yugurishing shart emas. Hamma narsani boshingda aylantiraverma. Oyog'ingni uzat, choy ich, mazza qil. Ko'chaga chiq, hordiq chiqar. Unutma, sen ham onangning erki qizisan. Kelishdikmi? Xayr.